Diyorim to'r bekdi. Assalomu alaykum aka. Va alaykum assalom. Diyorim ko'rsatib orqali siz bilan yana bir qatim yuzlashganimda intayin xursandman. Ashlashdagi 3 yil bo'lib qoldi, biz 3 yil ilgari mana shu kunda siz bilan diyorim to'r orqali bir suhbat o'rnashtirgandik. 3 yildan keyin mana bugungi kunda siz bilan yana bir qatim yuzlashganimizdan diyorimdagi barliq diyorimning qo'llag'uvchilari va ishtirokchilaridan rahmatimizni bildiraman. Assalomu alaykum Abdukarim aka. Va alaykum assalom. Bugun bu yerda siz to'g'riliq, ya'ni sizning kimligingiz, sizning nima qilganligingiz, sizning san'at hayotingiz to'g'risida ortiq izoh berishni loyiq ko'rdim. Chunki xalqimiz sizni 7 yoshdan 70 yoshgacha hammasi taniydi. Shunga suhbatimizni bevosita boshlab kelsak, Abdukarim aka, yig'inda nima ish bilan mashg'ul bo'lyapsiz? Anglasa sizni yig'inda bir Abdukarim Obliz yezi egilik mahsulotlar taraqqiyot shirkati deb shirkat ichib oldi dedi, rostmi? Rost. Şinjan Abdukarim Obliz yezilik fan texnika taraqqiyot shirkati deb ishlaydi. Muborak bo'lsin. Abdukarim aka, shu to'rlarda biz davomli diqqat qilib qolaman. Ayla artist e'lon chiqdi, ilm artist e'lon chiqdi deb haqlarniki bir xil boshqacha bir xil qarashdagi kishilarni aytgan ekan. Ya'ni cho'qim, masalan, Nurg'un odamlar sizning shunday dedi. Abdukarim Obliz o'zi e'lon chiqmoqlar deb e'lonni cho'kib e'lon chiqdi. Nima uchun yana davomli televizor ekranlarida e'lonning yeridan ko'proq Abdukarim Obliz deb. Mana shunaqa fikrlar bor. Ya'ni Nurg'un ko'p sondagi kishilar ama artistlar shirkat qursa qanday bo'ladi? Nima uchun artistlar shirkat qurdi deb shunday bir xil qarashdi ekan. Shu artistlarning shirkat qursa bo'lmaydigan yeri bormi? Men hozirgacha bunda belgilamani ko'rmadim. Bir kitobimda bu artistlar shirkat qursa bo'lmaydi deb yozilgani yo'q. Menimcha artistlar shirkat qursa bo'ladi. Artistlar emas, kim shirkat qilsa bo'ladi. Masalan, oshpaz navoiylik qilsa bo'ladi. Navoiy yog'ochchilik qilsa bo'ladi, yog'och to'murchilik qilsa bo'ladi, to'murch gazirchilik qilsa bo'ladi. Artist shirkat qilsa bo'lmaydi. Bu menimcha yo'q-ku. Biz bu artist shirkat qilsa bo'lamdi, bo'lmamdi degan temadan munozirlashmay, eng yaxshisi mayli kim qurishidan qat'iy nazar bir yangi shirkat qurilsa, jamiyatdagi necha ishsizning soni oziydi degan tema to'g'riliq munozirlashsa menimcha yaxshiroq bo'lamdi deyman. Uning ustiga e'lon Abdukarim Obliz o'zi so'kib, o'zi chiqibdi degan gap men anladim, rost. Bunun sabab bor. Mening so'kinimda chiqarim o'xshamaydi. Bu har qanday narsa ilmiylik bo'lishi kerak. Mesela ben çıkanda, herkes ben hazırken çıkan ilanımda birer mesleğini maqtab köp götürüp yerim yok. Ben ya tetip bakın, ya işletip bakın, ya Abdukarim Obliz mani işçidir. Ve ya olmasa özemnin çiği diyendek çıkamadı ben. Hazırken ben bu mesleği yaxşı, ya ki anda manda diyen gapni qilmadim. Bunda da işim arkalık özem aqlaş emas. Çünkü ben çıkan mesleğini, ben avval özem şu zavodu görmem. Hatta ben birinchi chiqqan ochiq sun'iy bank e'lonimda men 2,5 soat shu zavodning boshliqlari, shirkatning direktorlari menga tepsiga tushundirdi. Ham menga maslahatni berdi, ichib ko'rib boqing. Agar mush maslahat yarısı chiqib bo'lmasa chiqmadi dedi. Men bir haftadan keyin ichib rasmiy ta'min etilgandan keyin uning ustiga hammasi asosan men chiqib qo'ygan ilalloh Jungoda Shinjonda danqon maslahatlar. Ham yaxshi maslahatlar. Men nurg'un e'lonlar izlab keldim. Nurg'un rad qilyaptim. Har xil bana sabablar rad qilyaptim. Chunki ben şunu içidim, çimenlerin içinde nazik çimen var degandek. Şunun içindeki yaxşısını tanlap çıkmadım. Hem bunu özüm şart koymadım. Benim ilanımda bugün ya bir katın verse ya iş katın verse, unut artık versen bulmaydı. Ya mançaylıktı. Buna hakkında zerif durgan narsa kaydım sahanının alıp gidişi. Andı meslahatların ilanınınki ikisininki okşamaslığı. Menimce artistler yaxşı ilan olsa çıksı boludu. Lekin en yaxşısı özü bir sınav kılıp ötüp Amış maslahat bo'ladi ekan deganda chiqqanda texnik yaxshi deb qarayman. Yaxshi javob berdingiz. Nima uchun shirkatning nomini Shinjon Abdukarim Obliz yezilik fan texnik taraqqiyot shirkati deb qo'yibsiz? Buningda yezilik shu sohasini, yezilik degan shu sohani tanlashingizdan bir alohida maqsad bor. Maqsadim bor. Biz masalan o'yin qo'yib deymiz, film ishlatamiz. Asosan biz ko'pincha vaqtimiz yezlarda o'tadi. Men bu yezlar bir jarayonda nurg'un bo'shliqni his qildim. Uning ustiga biz hammamiz shahriy mablag' solib olsak, yezini kim taraf qildi? Doğru. Endi biz belki çoğun iş qilib ketamizsakmi, ozroq bo'lsinmi? Ama yeziklik uchun bir ish qilishni o'zim loyiq topdim. Uning ustiga bu yeziklik shu masalalar to'g'riliq bir ish qilsak, bu hammamizga foydasi bo'ladi ekan. Masalan, bunday aytganda o'zimizga ham foydasi bo'ladi ekan. Yeziklik dehqonlarimizga ham foydasi bo'ladi ekan, chunki bu ishlab chiqarildi-da. To'g'ri. Masalan, uni biz pishqilib ishlaydi ekanmiz. Uni degan bizdan buyon nurg'unlagan odam ishlaydi ekan shirkatimizda, zavotimizda. Bu nurg'unlagan qo'sh unumli bir ish bo'ladi ekan.
Şu men uzun o'ylash orqali shu yezigilik mahsulotlarni, shu yezigilik to'g'riliq bir necha xil mahsulot ishlab chiqarishni o'ylashdan, undan sirt bizning tunji qatam hamma o'tganda bir necha resept qo'lga tushgan meni. Bunlar yaxshi reseptlar ekan. Buni men ishlatishni saqlab vaqtim. Lekin bir adam mendan bu so'mida resept bormidi, men bu reseptda demidim. Chunki ko'psiga maxfiy reseptda bizlarni hozirga maxfiy tutdim. Şundan onu o'ylash orqali bu mahsulotni o'zim bir ishlab boqay. Deb uning ustiga bu reseptning hammasi bizning o'zimizning Uyg'ur tebabı to'g'riliq reseptlar. Undan bo'lgandan keyin men o'zim o'ylab, men bugungi bu shirkat yeziglik. Bu o'ylsam ikkisi asosan bog'lish borki. Barchamiz o'zimizning yerlik narsalar. Shundan buni bir tajribaga bir shirkat bilan hamkorlashishni o'ylab oxiri shu bilan bizniki shu maxsus shu tibobat ustida izlanishlarni berayotgan yosh shu Şinjan Gülürek xalqaro so'chlik shirkati bilan birlashib zavod qurib, shu mahsulotni bir bozorga sotmoqsak, shu Gulpari. Undaqda mahsulotning markasini Gulpari deb tanlab bekitisizda. Gulpari chunki asosan bu xonim qizlarniki shu ayollar kasallikka to'g'riliq mahsulot bo'lganligi uchun buni shu Gulpari degan markani aniqladim. Mushni qo'yishni loyiq topdim. Muborak bo'lsin. Abdukiram aka, undaqda shu Gulpari markasidagi mahsulotlarni qachon bozorga silishni qo'yishyapsizlar? Endi biz bu mahsulot to'g'riliq hozircha bir 7-8 oy bo'ldi. Bu mahsulotni biz oldingi qitimda bir yil ishlab, o'zimiz ichki qismida sinov qilib, haqiqiy buning foydasini, unumini biz sinovdan o'tkazib bo'ldik. Bu bosqichimiz tugadi. Chunki buni biz tunji qitimda hech qanday bir sinov qilmaylan bozorga chiqarib o'tishni loyiq ko'rdik. Chunki bunga biz hech qanday unumni ko'rmaymiz. Biz bu mahsulotimiz anday yaxshi, bunday yaxshi desak, buni hech qanday unum bo'lmaydi. Ham bu shirkatimizni uzun muddatli tuttirib turib olmaymiz. Shunga o'ylashib biz 9 oy atrofida biz sinov qilib, bu narsaning unumini ko'rgandan keyin endi asosan hozir shu qochilni hozir tayyorlanib ishlayotdi zavodda. Zavodni o'zimizning zavodi. Agar zavodni bir ko'r to'q digichilar qolsa, berib naq maydonda ko'rsin bo'ladi. Çünkü bu özümüz kurgan zavod endi. Menimcha olganda 7-ci ayning o'tirlari, belki chiqsak 7-ci ayning oxirlarigacha tunji turkumdagi mahsulotimiz cho'qim bozorga chiqadi. Abdukiram aka, undaqda shu Gulpari markasidagi mahsulotlarga Şinjan arkadaşlarning vakolat chaqirishni boshlabsizda. Endi ukam bu narsalarni o'zimiz bu shirkat o'tirib istib olmaydi. Albatta, Şinjanning har qaysi yerlaridagi vakolatchilarga tayinli saqlanmaydi. Bizim şu e'lon berishdan burunmi, to'g'ri chiqishdan burunmi, aniqlar telefon orqali bizning shirkat telefoni bir nechaniki vakolatchilarni to'xtamimiz bo'ldik. Biz yana ko'plab vakolatchilardan to'xtam tuzishni o'ylashyapti. Abdukiram aka, undaqda shu vakolatchi qabul qilish va vakolatchi xayrida chaqirish to'g'risida o'zlarini alohida talab va shart belgilanmalar bormi? Bu shart belgilanmalar, shartlar belgilanmalar bor. Buni endi men bu yerda deb o'tirishimning hojati yo'q. Eng yaxshisi buni bizning shu shirkatdagi bolalar orqali agar shu vakolatchilar bizning vakolatchiligimizni qilmoqchi bo'lsa, bizning shirkat telefon qilish orqali tafsilotini bizning bolalarning qo'yasi bo'ldi. Shirkatningki vakolatchi qabul qilish nomeri 0991 230 25 50. Abdukiram aka, undaqda siz o'zingizning mahsulotmi, ya'ni shu Şinjan Abdukiram o'g'liz yezigilik fan texnika taraqqiyot shirkatidan ishlagan Gulpari markasidagi mahsulotlarning e'lonimi o'zingiz chiqishni o'ylashyapmiz yoki? Yo'q. Ve o'zimizdan maqtamizmi, danimizmi bo'lar. Chunki eng yaxshisi bizning mahsulotlarimizni shu xalqimiz o'zi ishlatib batqandan keyin o'zi danimiz. Men boshqa e'lonlar bo'lsa balkim chiqib ketishi mumkin, lekin men o'zimnikiga mening anda yaxshi mahsulotni, menda yaxshi mahsulotni deb deyishni o'zim bor. Bu yerda o'zingizning nima uchun shirkat Abdukiram o'g'liz deb ism qo'yganligini to'xtamdingiz? Men boshqa ismni qo'yishni o'ylagan. Birisi hozir asosan boshqa ismni qo'llanay desammi, muvofiq kelgan ismni tek bo'lolmadim. Chunki sen yaxshiroq kelgan ismni hammasi endi rost gapni bo'ladi. Asosan aniqlanib bo'libdi, ro'yxatga qilinib bo'libdi. Undan keyin men bu yana ism qo'ysammi, buni to'ntishishim bir mezgil jarayon ketadi ekan. Undan keyin o'ylab qolsam, Abdukiram aka degan to'nilib qolgan bir marka keligini his qilib qoldim. Shunga o'zimning ismini qo'yishni loyiq topdim. Ham bu ismni o'zim qo'ygan ekanman, cho'qim buni o'zimdan chiqimsam bo'lmaydiganligini ham majburiyatimniki, mas'uliyatimning ig'ir ekanligini his qildim. Shunga mushu jihatda endi biz uzluksiz endi tirishishni o'ylashyapmiz. Abdukiram aka, undaqda shu endi bundan keyin shu shirkatingiz bilan, ya'ni korxonangiz bilan bo'lib ketib, shu sizning xalqimiz shu sahna ekranlarda oz ko'rdi ekan, damidi ekan. Yo'q. Boshqasi ishga ish. Men yana o'zimning kasbimni qilaverman.
şirketning ishlarini bolalar qilaverdi. Bu ikkisi ikki yo'lda menaverdi. Chunki men o'zim yaxshi ko'rgan, o'zim suygan kasbimni tashlashni tax o'ylab boqmadim. Ham mangu tashlamayman. Texi men bu itoatchilik sohasida tax men bir yangilik. Bundan keyin tax biz taraqqiy qilamiz. Xudoyim bo'lsa, nurg'ulagan yaxshi asarlarni chiqarishga tax men yana tilishni o'ylayapman. Biz shunday bo'lishini umid qilamiz. Men shu munosabat bilan shu diyorimdagi to'rdoshlarga demoqchi bo'lganim, biz tax yangi qurilgan shirkat. Bizni eng yaxshisi qo'llashinglarni umid qilamiz. Bo'lib bu mayli san'at sohasiga bo'lsin, mayli qaysi kasbga bo'lsin, bir ish qilganda oldindan biz ularni bir qo'llashimizning zaruriyatligini shu fursatda men to'rdoshlarga bir havol qilmoqchiman, deb qo'ymoqchi. Ham shu munosabat bilan men o'zimniki shu diyorim to'r bekiti yoki diyorim to'ri yoki boshqa to'r deganlarni bir inkas yozganda amallar bir sifatlik, ilmiy undan keyin bir yozgan narsaniki bir sal saposi bor, jinni to'xtaydiganroq bir narsa yozishni umid qilaman. Chunki mayli biz qaysi ishni qilayli, uni qilayotgan odam tunji qatim ish boshlaganda oldirab uning shexi urmatmaydi. U bir avval bir ko'klab boqsin, undan keyin mevalab boqsin. Har qanday narsa tanlanmaydimi bir qadamda chiqamiz. Shunga shu to'rdoshlarniki bizni qo'llashini umid qilaman. Rahmat. Ashpashlik ishi bo'lib qoldi. Biz 3 yil ilgari mana shu kunda sizlar diyorim to'r orqali bir suhbat o'rnashtirgandik. 3 yildan keyin mana bugungi kunda sizdan yana bir qator yuz ko'rishganingizdan diyorimdagi barliq diyorimning qo'llag'uvchilari va ishtirokchilarimdan rahmatimizni bildirib. Assalomu alaykum, Abdukarim aka. Va alaykum assalom. Bugun bu yerda siz to'g'riliq, ya'ni sizning kimligingiz, sizning nima ish qilganligingiz, sizning san'at hayotingiz to'g'risida ortiq izoh bering. Men hozirgacha bunda belgilamani ko'rmadim. Bir kitap qilma bu artistlar shirkat qurisi bo'lmaydi deb yozilganda yo'q. Menimcha artistlar shirkat qurisi bo'ladi. Artistlar emas, kim shirkat qurisi bo'ladi? Masalan, oshpaz navoiylik qilsa bo'ladi. Navoiy yog'ochchilik qilsa bo'ladi, yog'och to'murchilik qilsa bo'ladi, to'mur gazirchilik qilsa bo'ladi. Artist shirkat qurisi bo'lmaydi. Bu menimcha yo'q-ku. Biz bu artist shirkat qurisi bo'lamdi, bo'lmamdi degan temada munozirlashmay, eng yaxshisi shuni loyiq ko'rdim. Chunki xalqimiz sizni 7 yoshdan 70 yoshgacha yarimizni taniydi. Şu an söhbətimizni rivasıyla başlap kelsek, Abdukarim aka, yığında nima ish bilan mashg'ul bo'lyapsiz? Anlasak sizni yaqinda bir Abdukarim Obliz yezi egilik mahsulotlar taraqqiyot shirkati deb shirkat ichib oldi dedi, rostmi? Rost. Shinjon Abdukarim Obliz yezi egilik fan texnika taraqqiyot shirkati deb ishdi. Muborak bo'lsin. Abdukarim aka, shu to'rlarda biz davomli diqqat qilib qolaman. Ayla artist e'lon chiqdi, ilma artist e'lon chiqdi deb haqlarniki bir xil boshqacha bir xil qarashdagi kishilarni aytganga. Ya'ni cho'qim, masalan, nurg'un odamlar sizning shunday dedi. Abdukarim Obliz o'zi e'lon chiqmoqlar deb e'lonni so'kib e'lon chiqdi. Nima uchun yana davomli televizor ekranlarida e'lonning yeridan ko'proq Abdukarim Obliz deb. Mana shunaqa fikrlar bor. Ya'ni nurg'un ko'p sondagi kishilar artistlar shirkat qursa qanday bo'ladi? Nima uchun artistlar shirkat qurdi deb shunday bir xil qarashdi ekan. Shu artistlarning shirkat qursa bo'lmaydigan yeri bormi? Diyorim to'r bekiti. Assalomu alaykum Abdukarim aka. Va alaykum assalom. Diyorim to'r suhbati orqali siz bilan yana bir qator yuz ko'rishganimda